Hop, hammaga salom. 25-oktyabr soat 2:00 ishni boshlaymiz hozir, xudo xolisa. Ko'pchilikni uzog'ini yaqin qiladigan skuterim hozir masalan 1-oktyabrdan prava nomer so'ralyapti. Shu nomer pravani keyinroqqa sursa yaxshi bo'lardi. Ko'pchiligiga menimcha fikrim to'g'ri kelsa kerak. Sababi ko'pchilik kreditga olgan skuterni prava o'qishga sharoiti yo'q, nomer ham hozir arzon emas. Imtihonlarni ham oson qilib anaqa bilmagan mexanika mototsikl bilan o'tib berish kerak. Skuterda yurgan odam unaqa mototsikl hayda olmaydi. Tepadagilarga shu videoni ko'rganda endi ko'pchilik qozonni qaynatadi baribir. Ko'pchilik oilalar shuni orqasidan masalan foyda ham ko'ryapti. Arzimagan narsa bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin ko'pchilikning zonni yaqin qotdi. Masalan, imkon boricha shu pravani umri sal uzoqga keyinga cho'zilsa yaxshi bo'lardi. Ko'pchilik yaxshi bo'lardi.